Endilikda kuzatuvlarim natijasida, tekshiruvlarim natijasida va chet davlatda o'zini oqlab, nima deydi, homiladorlikdan ishonchli 99% holatgacha homiladorlikdan ishonchli saqlayotgan metod implantga keldim. Ya'ni davolovchi spiral qo'yish mumkin bo'lgan holatlar bor, yaxshi saqlaydigan, ishonchli, zararsiz holatlar bor. Ularga hali ham davolovchi spiralni tavsiya qilaman. Va mana shu spiral tushmaydigan holatlarda homiladorlikdan ishonchli, mana bo'ldi 100% menda hozircha bo'lmasin, kerak emas deydigan holatlarda ularga implantni tavsiya qila olaman sizga. Ya'ni implant sizni 99% ishonchlilikda 3 yil muddatga saqlaydi. Bu bachadoningizga qo'yilmaydi. Aynan yelka qismiga, teri ostiga qo'yiladi. U tarkibidan progesteron ishlab chiqaradi. Va mana shu progesteron hayz siklining ikkita fazasi bor. Birinchi fazasi va ikkinchi faza. Birinchi fazasi folikulyarniy faza hisoblanadi. Va hayz siklining ikkinchi fazasi lyutinlovchi faza. Organizmni, bachadonni, tuxumdonni mana shu ikkinchi fazada ushlab turadi bu implant. Ikkinchi fazada bizda ovulyatsiya bo'lmaydi. Shuning uchun ham homiladorlikdan saqlash kuzatiladi. Va bundan tashqari sizda ko'p qon ketish asoratlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Ko'pchilikda spiral qo'ygandan keyin jinsiy aloqada og'riqlar ham kuzatiladi. Ko'p shikoyat qilishadi ko'pchilik va mana shu holatda sizga umuman, ya'ni bachadonda to'g'ridan-to'g'ri turmagani uchun og'riqlar ham bermaydi. Eslatib o'taman, bu implantdan chet davlatda uzoq yillar davomida aktiv foydalanishadi. Ular deyarli spiraldan voz kechishgan hattoki. Zararlari kam bo'lganligi uchun implantga o'tishgan va ishonchliligi yuqori bo'lgani uchun eng zamonaviy usul hisoblanadi bu. Va implantni qo'yganda unaqa og'riq ham sezmaysiz va uni muddatidan oldin, masalan 3 yilga qo'yildi, bo'ldi 3 yil turadi degani emas. Muddatidan oldin homilador bo'lishni xohlab qolsangiz, muddatdan oldin ham olish mumkin. Shuning uchun ham homiladorlikdan agar ishonchli saqlanishni xohlasangiz, sizga davolovchi spiral yoki implant qo'yishni tanlash va buni qo'yishni amalga oshirib berish uchun qabulga kelsanglar bo'ladi.